بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق To'rtinchi pora. Yaxshi ko'rgan narsalardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir. Tavrat nozil qilinishdan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemakliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemakliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni ilib kelib o'qib beqinglar. Shuningdan keyin, ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. Aytqinki, Alloh rost aytdi. İslam dinidan iborat İbrahimning to'g'ri diniga ergashinglar. U, ya'ni Ibrohim mushriklardan emas edi. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir, jahon ahliga hidoyatdir. Uningda uchuq alomatlar borki, maqomi Ibrohim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Qodir bo'lgan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimki inkor qiladi ekan, ya'ni hajni tark etadi ekan, zini o'ziga. Shubhisizki Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasoralar, nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilsizlar? Vaholanki Alloh qilmishinglarga shohiddir. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasoralar islom dinining haqqiga shohid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini agri ko'rsatishni qasdlab, mo'minlarni uningdan to'sizlar? Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey mu'minlar, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mu'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kafir qilib qo'ydi. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy uzib qolmay Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot turgan tursa, qandoq mukofir bo'lasizlar? Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yopishidi ekan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yopishinglar. Ayrilmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari Yahudilar va Nasoralar ixtilof qilishgandek, dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax chuqurining garvikida edinglar. Alloh sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qildi. Sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'i qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir. Ro'shan dalillar kelgandan keyin ayrilib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasoralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ba'zi yuzlar, ya'ni mo'minlarning yuzlari oqaradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kuffarlarning yuzlari qaraydi. Yüzü qarayğanlarga farishtalar aytidiki, iman etqininglardan keyin kafir bo'ldinglarmi?
Kafir bo'lganliqinglar uchun azobni tittinglar. Yüzü yaqarganlar Allah'ның rahmetida, yani cennette buludu. Ular onunda, yani cennette мәңгі qalıdı. Bu Allah'ның ayetleridir. Ularni ey Muhammed sana rast o'qib berimiz. Allah jahan ahliga zulm qilishni xohlamaydi. Osmonlar va zimindagi shaylar Allah'ның mulki, mahluqoti va bandlaridir. Hamma ishlar Allah'a qaytarildi. Ey Muhammed ümmeti, sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'a chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allah'a iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhisalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochdi. Ondan ularga yordam berilmaydi. Ularning qayerda bo'lmasin, Allah'ның va musulmonlarning himoyasida bo'lganlaridan boshqalari xorliqqa bitib qoldi. Allah'ның g'azabiga uchirdi. Muhtojlikqa tushdi. Bu ularning Allah'ның oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ldirganliklari uchundir. Ularning Allah'ның farmonidan chiqib ketganliklari va Allah'ның cheklamasidan eshib ketganliklari uchundir. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan kechalari Allah'ның oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. Xayrli ishlarni qilishga oldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. Shubhisizki, kafirlarning mollari, ballari Allah'ның azobi oldida hargiz hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqlari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib uni nabud qilib etgan so'q shamolga o'xshaydi. Egalarining gunohi tufaylidan nabud qilingan bu ziroatga o'xshash, Allah ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Allah zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ey mu'minlar, o'zinglardan bo'lmaganlarni, ya'ni munofiqlarni sirdosh qilib olmanglar. Ular sizlarga buzg'unchilik qilishda bo'shanglik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqatda qilishinglarni orzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlaridan ma'lum bo'lib turadi. Ularning dillarida yushirgan dushmanligi texmo cho'ngdir. Shubhisizki, agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. Ey mu'minlar jamoasi, sizlar ularni do'st tutsizlar. Ular sizlarni do'st tutmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanligini yushirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishonaysizlar. Shundaq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'radi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqdan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Allah o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Allah haqiqatan dillardikini bilguchidir. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga eg'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hiylasi sizlarga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir.
Ey Muhammad, öz vaqtida sen atiganda uyingdan Uhudga chiqib, müminlarni urush saflariga o'rinlashtirding. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Öz vaqtida sizlardan ikki guruh Bani Salama aymiqi bilan Bani Harisa aymiqi ajizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Müminlar jimi ahvoli va jimi ishlarda Allohga tavakkul qilsin. Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Albuki sizlar kuchsiz edinglar, saninglar va qurolinglar oz edi. Allah'ın sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. Ey Muhammad, öz vaqtida sen müminlarga Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdu deyding. Shundoq, u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. Allah uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va diringlar shuning bilan xotirjam bo'lsin, shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidandir. Allah'ın yardımı kafirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. Ey Muhammad, hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qildi, ya ular zolim bo'lganligi uchun kufrda cho'ng tursa, ularni azobga duchor qiladi. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, jazonini qatmuqat oshirib yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan nahiy qilgan ishlarni tark etib qo'rqinglar. Kafirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'ladigan yomon ishlardan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamincha keladigan jannat kaldiringlar. Taqvodorlar kengchilikdimi, qiyinchilikdimi Allah yo'lida pul mol sarf qiladiganlar, o'ch elishga qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'za qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa, Allohning yodi etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ularning, ya'ni yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchidir va vaz nasihatdir. Jihoddan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badri jangda o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz.
ya'ni g'albini hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Müminlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kafirlarni yo'q qilishi uchundir. Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlarga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar. Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qilguvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Allah har odamning ajlini kutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchaqliq uzartolmaydi. Botirlik qisqartolmaydi. Kimki dunyo savobini ko'zlasa, uningga dunyoning savobini beramiz. Uning oxiratlikdan nasibisi bo'lmaydi. Kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobini beramiz. Shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan xudo joy ulmolar birlikda jang qildi. Ular Allah yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguvchilarni do'st tutdi. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kafir qavmiga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutdi. Ey mu'minlar, agar sizlar kafirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni orqanglarga, ya'ni kufrga yondirdi. Shuning bilan ziyon tortib qolsizlar. Undaq emas. Ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Allah sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qilguvchilarning eng yaxshisidir. Ilohligi haqida hech bir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik qilganliklari uchun kafirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. Allah sizlarga qilgan dushmaninglarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allah'ның izni bilan ularni qirib atatdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan qalbini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Allah sinash uchun sizlardan dushmanni qaytardi. Ya'ni sizlarni g'albadan mag'lubiyatga yuzlandirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah mu'minlarga marhamat qilguvchidir. O'z vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasulullohdurman. Kimki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kiradi" deb orqanglardan sizlarni chaqirib turadi. Sizlar hech kishiga qaramay qochatdinglar.
Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliklar uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Alloh qilmishinglardan xabardordir. G'amdan keyin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Ular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'albidan nasiba bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ichida yushirishdi. Ular agar bizga g'albidan ozroq nasiba bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydik deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar uylaringlarda bo'lgan taqdirdimi, oranglardagi o'ltirilishi tutib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ldigan joylarga berishidi. Allohning qazosidan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning bunda qilishi ko'ngillardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni paklash uchundir. Alloh ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. Ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ishchilardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton hildirishga urindi. Alloh haqiqatan ularni afv qildi. Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda halimdir. Ya'ni asilik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Ey mu'minlar, safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yinimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Alloh buni ularning dillarida hasrat qilsin. Alloh tirildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldirolmaydi. Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki, agar sizlar Alloh yo'lida, ya'ni g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajrinlari bilan o'lsanglar, sizlarga Alloh tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. Agar sizlar o'z ajrinlar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ltirilsanglar, oxiratda chuqum Allohning dargohiga to'plansizlar. Alloh sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. Allohning rahmati bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afv qil, ular uchun mag'firat tiligin. İşte ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'ilsang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Alloh sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Mu'minlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. Hech qanday bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajigisiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. Allohning roziligini izlagan kishi Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allohning g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam degan yomon joy.
Allah'ның dərgahida ularның dərəcəsi türlük boludu. Allah ularның qılmışlarını görüp durğucudur. Allah müminlərə Allah'ның ayetlərini tilavat qılıdığan, ularni günahlardan pak qıldığan, ularga kitabni və hikmətni, yani Qur'an bilan sünnətni ügütüdüğan, özlerinden bolğan bir peyğəmbər əvətib, ularga çoğ ihsan qıldı. Halbuki ular burun uçuq gumrahlıqda idi. Sizlərə yetken musibət, sizlər düşmənə yetküzgən musibətning 20'ga təng kildiğan tursa, yani Uhud gazıda sizlərdən 70 kişi şehit bolğan tursa, Bedri gazıda bolsa, müşriklardan 70 kişini öldürgen, 70 kişini əsir alğan tursanlar, sizlərə bu musibət qayerdən gəldi dedіңlər. Eytqinki, o sizlərдің özlərinlərdən, yani Peyğəmbərinin əmrigə xilaflıq qılğanlıqlar və qənimətgə hiris bolğanlıqlardan boldu. Allah haqiqatan hər nərsəgə qadirdir. İki qoşun uçraşqan gündə, yani musulmonlar bilan müşriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibət Allah'ның iradəsi bilan kelgandir. Bu haqiqiy müminlərni bilish, yani ayırış üçündür. Və munafiqlarni bilish, yani ayırış üçündür ki, ularga kelinglar, Allah yolida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergashatdik, yani sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik dedi. U kunda ular imonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni ig'izlarida dedi. Ular yushurganni, yani nifaq bilan mushriklikni Allah obdan biladi. Bu yana Allah'ның urushga chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirish uchundir ki, ular uylarida o'tirib qarindoshlarga agar ular, yani mu'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, yani nasihimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ldirilmaydi dedi. Ey Muhammad, bu munofiqlarga aytdingki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dabiy qilib yiqinglar. Agar davoyinglarda rastchil bo'lsanglar, Allah'ның yolida şehit bo'lganlarni o'lik deb gumon qilmagin. Balki ular tirik bo'lib, Allah'ның dargohidagi rizqdan bahramand qilindi. Yani jannatning ne'matlaridan atigan oqshamda mangulik rizqlantirib turildi. Ular Allah'ның o'zlariga bergan fazlidan xursanddir. O'zlarining orqasidan texi yetib kelmagan, yani shehid bo'lmay tirik qolgan qarindoshlarga oxiratda na qo'rqinch, dunyodan ayrilganligiga na qayg'u yo'q ekanligi bilan xo'sh xabar berishni tilaydi. Ular Allah tarafidan berilgan ne'mat va fazlni, mu'minlarning ajrini Allah'ның bekor qilmaydiganligi bilan xo'sh xabar berishni tilaydi. Uhud g'azotida yaralangandan keyin Allah'ның va payg'ambarning chaqirig'iga ovoz qo'shganlar, ular yani mu'minlardan yaxshi amallarni qilganlar va taqvodorlik qilganlar cho'ng savobga erishidi. Müşriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki, kishilar yani Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Allah kifoya, Allah nima degan yaxshi homiy dedi. Ular Allah'ның ne'mati va fazli bilan qaytib keldi. Hech qanday ziyon zahmatga uchurmadi. Ular Allah'ның roziligini izladi. Allah ulug' fazli egasidir. Ana shu shayton o'z do'stlarini, yani kuffarlarni qo'rqitdi. Agar mu'min bo'lsanglar, ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Ey Muhammad, kufrga o'zlarini ataganlar, yani so'zlari va harakatlari bilan kufrga shapashlaydigan munofiqlar seni g'amkin qilmasin. Ular haqiqatan kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Allah oxiratda ularga savobdan hech bir nasiba bermaslikni xohlaydi. Ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Iymonni kufrga tegishganlar, ya'ni mazkur munofiqlar kufr bilan Allohga qilcha ziyon yetkazolmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kafirlar o'zlariga jazo bermasdan muhlat berishimizni, ya'ni umrni uzun qilishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Ularga muhlat berishimiz
va ajilni kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allah yomonni, ya'ni munofiqni yaxshidan, ya'ni mu'mindan ayirmag'icha mu'minlarni, ya'ni sizlarni hozirgi pitinglarcha qo'ymaydi. Allah sizlarni g'ayibdanmi xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlardan xolig'ini tanlab, uningga Muhammad alayhisalomga munofiqlarning holini bildirgandek g'aybni bildirdi. Allah'a va uning payg'ambarlarga iymon etinglar. Agar sizlar iymon etsanglar va Parvardigoringlardan qo'rqsanglar, cho'ng savobga erishsizlar. Allah o'z fazlidan bergan narsalarga, ya'ni pul molga bexillik qildiganlar bexillikni o'zlari uchun foydali deb gumon qilmasin. Amalda bu ular uchun ziyonliqdir. Ularning bexillik qilgan narsasi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib silinadi. Osmonlarning va yerning mirosi Allohningdir. Ya'ni koinotdagi hamma narsa Allohning mulki bo'lib, ular fani bo'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Allah qilgan amallaringlardan xabardordir. Allah bo'lsa haqiqatan faqir, biz bo'lsak boy degan kishilar, ya'ni yahudiylarning so'zini Allah haqiqatan angladi. Ularning so'zlarini va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklarini xotirlab qo'yamiz. Ya'ni nama amaliga muakkal farishtalarga buni ularning nama amaliga yezishini buyuramiz. Hamda oxiratda farishtalar tili orqali ko'ydirguchi azobni tetinglar deymiz. Bu sizlarning qilmishinglar tufaylidandir. Allah bandalarga zulm qilguchi emasdir. Ular Tavratda Allah bizni osmondan tushgan o't yeb ketadigan bir qurbonlik keltirmagicha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftiro bo'lib, Allah ularning buyurgan emas. Ey Muhammad, ularga aytdingki, sizlarga mo'jizlar va sizlar aytgan mo'jiza bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar davoyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? Ey Muhammad, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa, qayg'urib ketmagin. Sendan ilgari o'tgan mo'jizlarni, kitoblarni, ya'ni Ibrohim alayhisalomga nozil qilingan sahiflarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurliq kitobni, ya'ni Tavrat, Injilga o'xshashlarni ilib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Har bir jon egisi o'limning ta'mini tetug'uchidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq berildi. Kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldan iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozgina beharmon bo'lgandan keyin tugaydi. Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyurilish va ofat yetishi bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir ilinish, kasal bo'lish bilan cho'qim sinilisizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni yahudiylar va nasoralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishli ishlardandir. O'z vaqtida Alloh kitob berilganlar, ya'ni yahudiylardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yushirmaslikka ahda oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rivatdi va uni ozgina badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon? Ey Muhammad, qilgan ishlardan, ya'ni haqni yapqanligidan xo'shal bo'ladigan, qilmagan ishlari bilan madihilnishini yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah hamma narsaga qodirdir. Shubhisizki, osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ra turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turdi. Osmonlarning va zaminning yoritilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Parvardigorimiz, buni bekor yaratmading.
Sen pak tursan, bizni dozaq azobidan saqlag'in. Parvardigarimiz, sen kimniki dozaqqa kirgizid ekansan, uni albatta xor qilgan bo'lsan. Zalimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Parvardigarimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhisalomning Rabbinglarga iymon etinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Iymon etdik. Parvardigarimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'qqa chiqargin. Bizni yaxshilarning qatorida qabzruh qilgin. Parvardigarimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmag'in. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tortganlar, urushqa qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta yo'qqa chiqaraman. Albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. Kofirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimisin. Bu ozg'ina bahirman bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. Bu nima degan yomon tushak? Parvardigorga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahirman bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutilishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat, yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahirman bo'lgan baqosi yo'q ozg'ina rohatdan ortiqdir. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ina badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhisalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Parvardigorning dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan siz hisob olg'uchidir. Ey mu'minlar, toat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'ir-chiriqlarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. 4-sura Nisa. Madinada nozil bo'lgan 176 oyat. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhisalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sizlar rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butun ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. Yetimlarning mol-mulkini ular balog'atga yetgan chaqda beringlar. Yaxshisini yomonga, ya'ni ularning mollarining yaxshisini o'zinglarning mollaringlarning yomoniga tegishib olmanglar. Ularning mol-mulkini o'zinglarning mol-mulkiga qo'shib yeb olmanglar. Bu haqiqatan cho'ng gunohdir. Agar yetim qizlarga o'linib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda biror yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan qizga beriladigan mehrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, uni tarik etib, o'zinglar yoqtiradigan boshqa ayollardan 2ni, 3ni va 4ni elishinglarga bo'ladi.
Agar ularning arasida adil bo'lolmasliklaringlardan qo'rqsanglar, bir xotin bilan yoki qul ostinglardagi cho'rlar bilan kupayilansanglar bo'ladi. Bir xotin bilan kupayilanish zulm qilmaslikqa eng yaqindir. Ayollarga ularning mehrlarini xushallik bilan sovg'a qilib beringlar. Agar ular uningdan bir qismini sizlarga o'tinib bersa, uni mazzilik, singishlik, ya'ni pak halol bilib yanglar. Allah tirikchilikinglarning asosiy qilgan mollaringlarni ahmoqlarga tutqizib qo'ymanglar. Ularni yemak, ichmak, kiyim-kechaklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Yetimlarni balog'atga yetganga qadar sinab turinglar. Ularda mollarini boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol-mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib qilishidan qo'rqib, mol-mulkini buzib chechib yololmanglar. Yetimga vasi bo'lganlardan kimki boy ekan, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol-mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimki yo'qsul ekan, u o'z amgikining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ular, ya'ni balog'atga yetgan yetimlarning mol-mulkini topshirib beradigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Allah hisob elishga yetarlikdir. Ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda, ya'ni meyitning tarakisida erlarning hassisi bor. Ota-onasi va tuqqanlari qoldirgan mirosda ayollarning mu hassisi bor. Mayli u, ya'ni taraka oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, har odam Allohning adil shariatida belgilangan hassini oladi. Taqsimot vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar va miskinlar hozir bo'lsa, ularga buningdan, ya'ni tarakidan ularning ko'nglini elish uchun bir oz narsa beringlar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. Ya'ni bu kichiklarning mili bizning emas deganga o'xshash uzrni aytinglar. Kimlarki o'zlaridan qilib qoldigan kichik bolalari bo'lib, ulardan qandoq andisha qiladigan bo'lsa, boshqalarning qilib qolgan kichik bolalari uchunmi shundoq andisha qilsin. Yetimlarning ishida Allohdan qo'rqsin va to'g'ri so'zni eshitsin. Zulm qilib yetimlarning mol-mulkini nohaq yavoldiganlar shubhisizki qo'rsqiga qiyomat kuni yenib turadigan o'tni yavolgan bo'ldi. Ular yenib turgan o'tqa, ya'ni do'zaxga kiradi. Allah ballariinglarga tegadigan miros haqida tavsiya qildiki, bir erga 2 ayolning hassisi tegadi. Agar meyitning qizi 2 yoki 2 dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirosning 3 dan 2 hassisi tegadi. Agar varis bir qiz bo'ldigan bo'lsa, uningga mirosning yarmi tegadi. Agar meyitning bolalari bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirosning 6 dan 1 tegadi. Agar uning bolalari bo'lmay mirosga faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga mirosning 3 dan 1 tegadi. Qolgani otasiga tegadi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirosning 6 dan 1 tegadi. Qolganini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Ota-onanglar va bolalaringlardan, ya'ni bu ikkisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Alloh tarafidan bekitilgan belgilimidir. Alloh haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ayollaringlarning bolalari bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirosning 20 erlar sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan mirosning 4 dan 1 sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4 dan 1 tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayolinglarga sizlar qoldirgan mirosdan 8 dan 1 tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi.
Agar miros qoldiruvchi ota-onasiz, bolasiz er yoki ayol bo'lib, uning faqat ana bir qarindishi va ana bir hamshirasi bo'lsa, ularning har biriga mirosning 6dan biri tegadi. Agar miros qoldiruvchining, ya'ni miros qoldiruvchi meyitning ana bir ota boshqa qarindoshlari va hamshirlari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, bu chaqda mirosning 3dan biri ularning orasida o'rtaq taqsim qilinadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib berildi. Miros qoldiruvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Alloh tarafidan qilingan tavsiyadir. Alloh hammani bilguchidir, halimdir. Ya'ni amirga xiloflik qilguvchilarni jazolashga oldirab ketmaydi. Ana shular, ya'ni Alloh bandalarining amal qilishi uchun belgilab bergan yuqoridagi ahkamlar Allohning qonunlaridir. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, Alloh uni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu cho'ng muvaffaqiyat qozonishdir. Kimki Allohga va payg'ambarga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadi ekan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlovchi azobga duchor bo'ladi. Ayollaringlardan fahisha qilganlarni isbotlash uchun oranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular guvohlik bersa, ya'ni ular guvohlik berib ayolning jinoyatini isbotlasa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Alloh ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. Oranglarda 2 kishi, ya'ni er bilan ayol fahisha qilsa, ularni ayblanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Alloh tavbani bekmu qabul qilguvchidir, to'lmo mehribondir. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yomonlikni nodonlikdan qilib silib, ondan uzunga qolmay, ya'ni o'lim kelishdan burun tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ana shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Davomliq yomon ishlarni qilib, beshiga o'lim kelgan chaqda endi tavba qildim deguchilarning tavbasi va kofir piti o'lguchilarning tavbasi, ya'ni o'lim oldida iymon etdim deguchilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ana shularga qattiq azob tayyorladik. Ey mu'minlar, ayollarga zo'rlik qilib, ularni miros qilib olmoq, ya'ni bir odamning qulidan yana bir odamning quliga o'tib turadigan mol o'rinda qilib olmoq sizlarga durust bo'lmaydi. Ular ochiq bir fahisha ishni qilmagan holatda sizlar ularga bergan mahridan bir qismini yo'lib olish uchun ularga bisim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha tirikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sabr qilinglar. Chunki sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Alloh ko'p xayriyatlarni paydo qilishi mumkin. Agar bir xotinni qo'yib o'tib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, ularning biriga nahri qilib ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qara chaplab va uchuq zulm qilib olamsizlar. O'zaro xilvatda bo'lishgan tursanglar va ayollar sizlardan nikoh aqdidan iborat mustahkam ahdam olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olsizlar? Atlaringlar olgan ayollarni olmanglar. Lekin buningdan ilgari olgan bo'lsanglar, afu qilinadi. Bu haqiqatan yomon ishdir. O'ch ko'rildigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? Sizlarga onlaringlarni, qizlaringlarni, hamshiralaringlarni, otanglarning hamshirlarini, onanglarning hamshirlarini, qarindishinglarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, sut onlaringlarni, emildash hamshirlaringlarni, qiyin onanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa erdan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarni, bu shart emas, uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, ilish harom qilindi. Agar sizlar ularning onlari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda ularni olsanglar hech bak yo'qdir. Yana o'z pushtinglardan bo'lgan bolalaringlarning ayollarini ilishinglar va 2 hamshirni birla vaqtda amringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afu qilindi.
Allah haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir.